yo'naltirilmagan xarakteri haqida gaplashamiz. Boramiz. Bugun 15-kun. Mutatsiya va kombinatsiya o'zgaruvchanlik populyatsiya to'lqini davomi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Umurjon Kamal biologiya bilamiz. Ozgincha ko'paytirib olamiz. Bugun 15-kun. Va 15-kunda biz evolyutsiyaning sintetik nazariyasini yo'naltirilmagan xarakteri haqida gaplashamiz. Bu nima? Evolyutsiya sintetik nazariyasining 5-qoidasi mutatsion va kombinatsiya o'zgaruvchanlik populyatsiya to'lqini alohidalanish tasodifiy yo'naltirilmagan xarakterga ega omillar hisoblanadi. Aynan shu 5-qoidasi 2025-6-yil oxirgi sertifikat imtihoni bo'lib, biologiyaga oid. Shaxsan o'zimda quyidagilaridan noto'g'risini aniqlang degan savolda yo'naltirilgan xarakterga ega deb savol tushdi. Ya'ni mutatsion va kombinatsiya o'zgaruvchanlik populyatsiya to'lqini davomi aytyaptiki, tasodifiy yo'naltirilgan xarakterga ega deb tushgan. Bu 100%. 2000 deyman. 30 adashmasam 30-mart 2-smenada tushgan savol. Shuning uchun do'stlar, aytib o'tganimda savol hammasi tushib qolishi mumkin. Hammasiga e'tiborli bo'laylik. Kommentariyada 1, 2, 3, 4-chi evolyutsiya sintetik nazariya qoidalarini yozib ketingcha bilarmikinsiz. Ilm olish zarari yo'q do'stlar.